Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimizda mikroorganizmlar fiziologiyasi haqida gaplashiladi. Bugungi mavzularda nimalar ko'rib chiqiladi? Birinchi shular bilan tanishamiz. Bakteriyalarning oziqlanishi, bakteriyalarning nafas olishi va bakteriyalarning ko'payishi haqida ma'lumotlar beriladi. Birinchi navbatda aytadigan narsamiz bakteriyalarning oziqlanishi bu tashqi muhit omillariga va oziqa muhitining tayyorligicha hazm bo'linishiga yoki uni o'zlashtirilishiga bog'liq holatda turlarga bo'linadi. Yorug'lik hamda anorganik va organik moddalarni bakteriyalar uchun energiya manbai hisoblanadi. Mikroorganizmlar energiya manbai va elektron beruvchi donorlarga ko'ra fototrof va hemotroflarga bo'linadi. Quyosh nuri ta'sirida bakteriyalar uchun energiya manbai hisoblanadi. Hemotroflar energiyani oksidlanish va qaytarish reaksiyalari orqali olishi mumkin. Elektron donorlarning tabiatiga ko'ra hemotroflar hemolitotrof, hemoorganotroflarga bo'linadi. E, Hemolitotroflar energiyani norganik moddalardan oladigan bo'lsa, hemoorganotroflar bo'lsa oziqlanishi organik moddalarga bog'liq holatda bo'ladi. Bakteriya hujayrasi oziq moddalar hisobiga yashaydi. Metabolizmni ikki xil bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan jarayonlar, ya'ni ayni vaqtda yagona bo'lgan jarayon tashkil qiladi. Bular konstruktiv va energetik moddalarning almashinuvidir. Ya'ni anabolizm va katabolizm jarayonlari deb aytiladi. Konstruktiv moddalar almashinuvida sof energiya qabul qilinadi. Buning uchun ko'p oziq modda sarf bo'lmaydi. Energetik moddalar almashinuvida energiya hujayra tomonidan oson o'zlashtiriladigan holatda aylantiriladi. Bu jarayonni amalga oshirish uchun juda kam oziq modda talab etiladi. To'liq oksidlanmagan substrat mahsulotlar hujayra uchun faqat energiya manbai bo'libgina qolmasdan, uning komponentlari e, hosil bo'lishda ham ishtirok etadi. Bakteriyalarning oziqlanishida nimalar ahamiyatli hisoblanadi? Ya'ni bakteriyalarning oziqa muhitlari degan narsa haqida gapirmoqda u quyidagicha ahamiyatga ega bo'ladi. Mikroorganizmlar oziq moddalarni molekula sifatida o'zlashtiradi. Murakkab organik moddalar, masalan, oqsil, polisaxarid va boshqalarni oziqlanish manbai hisoblanadi. Buning uchun bu oziq moddalar oldin gidrolizlanib, sodda birikmalarga, ya'ni polimer mayda bo'lakchalarga bo'linishi kerak. Undan keyin oziq moddalar sitoplazmatik membrana orqali ichkariga kiritiladi va keraksiz moddalar hujayradan yana mana shu hujayra membranasi orqali tashqariga chiqarib yuboriladi. Mikroorganizmlarning oziqlanish jarayonida o'ziga xoslik bor. Birinchidan, oziq moddalar hujayraning butun devori orqali kirishi mumkin. Ikkinchidan, mikrob hujayrasi juda tez boradigan metabolitik reaksiyalarga ega. Uchinchidan, mikroorganizmlar yashash muhitini o'zlashtirishga juda tez adaptatsiyalanish, ya'ni juda ham tashqi muhitga moslashish xususiyatiga ega bo'ladi. Har xil sharoitda yashashiga ko'ra mikroorganizmlarning turli xil oziqlanish turlari tafovut qilinadi. Oziqlanish turi bo'yicha azotni va uglevodni hazm qilishiga qarab turib farqlanadi. Vodorod va kislorod organogenlarining manbai bo'lib suv hisoblanadi. Oziq moddalar parchalanishi uchun mikroorganizmlarga suv juda ham zarur hisoblanadi. Chunki hujayraga faqat erigan holatda o'sha oziq moddalar kirib kelishi mumkin. Avtotrof va heterotroflar, ya'ni mikroorganizmlarning oziqlanishiga qarab va uglevodlarni qabul qilishiga qarab turlarga bo'linadi. Avtotroflar Autos uzun trofiy oziqlanaman, ya'ni o'zim oziqlanaman. Oddiy norganik birikmalardan murakkab organik birikmalarni sintezlash xususiyatiga ega bo'lgan. Ular uglevod manbai sifatida uglekislota va boshqa neorganik uglevod birikmalaridan foydalanishi mumkin. Avtotroflar tuproq, nitrifikatsiya, serobakteriya va boshqa bakteriyalar mana shu avtotroflarga misol bo'lishi mumkin. Heterotroflar boshqa, ya'ni boshqa tomondan oziqlanish degan ma'noni anglatadigan bo'lsa, o'sib rivojlanish uchun tayyor organik birikmalarga muhtoj. Ya'ni bular o'zida sintez qilishi, o'zi parchalash xususiyati juda ham pastroq bo'lgan, u ko'proq tayyor oziqa moddalar bilan oziqlanadigan bakteriyalarga kiradi. Ular uglerodni uglevodlardan ko'pincha glyukozadan, ko'p atomli spirtlardan, organik kislotalardan, aminokislotalardan va boshqa organik moddalardan oladi. Heterotroflarga mikroorganizmlarning juda ham katta guruhlari
kiradi. Ular orasida saprofit va parazit organizmlar kiradi. Ya'ni mana shu heterotroflar orasidagi mikroorganizmlar odam va hayvonlarda parazitlik qilishi mumkin. Saprofitlar o'lik organizmlardan tayyor bo'lgan organik birikmalarni oladi. Ular o'lik organizmlarning qoldiqlarini chirishda katta ahamiyatga ega. Masalan, chirituvchi bakteriya. Bular masalan o'lgan hayvonlar, o'simliklar yoki o'laksalarni tez chirib, ekotizimni tozalashda juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Parazitlar, ya'ni haromxo'r, tekinxo'r degan ma'nolarni anglatadi. Bu tirik o'simlik, hayvon va odam hujayrasidagi tayyor oziq moddalarni o'ziga o'zlashtirish orqali oziqlanadigan mikroorganizmlarga aytadi. Bular bo'linib ko'payishi mumkin. Bunday organizmlarga infeksiyalar, viruslar va ayrim mm, sodda jonivorlar ham kiradi bunga. Ozotni qabul qilishga qarab turib, aminoavtotroflar deydi, yana fototrof, hemotroflarga ajralishi mumkin. O'sish omili degan narsa bor. O'sish omili bu yerda nimaga ahamiyat qaratiladi? Mikroorganizmlarning rivojlanishi, bo'linib ko'payishi, kattalashishi, o'sishi uchun ularda moddalarni o'zlashtirishi juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Bunday moddalarni o'sish omillari deyiladi. Bular mikroorganizm bularni o'zlashtirish uchun bu tayyor holatda bo'lgani ular uchun juda ham qulay bo'lib hisoblanadi. Ularga turli xil vitaminlar, ayrim aminokislotalar va boshqalar bo'ladi. Ya'ni mana shu aytgan moddalarimiz biz o'sha bakteriyalarni o'stiradigan, laboratoriya sharoitida o'stiradigan oziq muhitlarimizda bu tarkibiy qismlari bo'lib hisoblanadi. Ko'pgina o'sish omillari turli xil fermentlar tarkibiga kiradi va biokimik jarayonlarda katalizator vazifasini bajaradi. Mikroorganizmlarning oziq moddalarga va o'sish omillariga muhtojligini bilish uchun zarur, chunki ularni o'stirishda oziq moddalarni tanlay olishimiz kerak. Mana shu e, oziq moddalarga bo'lgan talabiga qarab turib biz bakteriyalarni laboratoriya sharoitida o'stirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Oziq moddalar transportirovkasi, endi aktiv transport, passiv transport degan turlarimiz bor. Endi hozir shular haqida gaplashiladi. Oziq moddalar mikrob hujayrasiga, sitoplazmasiga faqat katta bo'lmagan molekulaturada va ergan holda kirishi mumkin. Masalan, murakkab organik moddalar, oqsillar, polisakkaridlar mikrob hujayrasida ishlab chiqarilgan fermentlar ta'siriga uchraydi va keyingina ulardan foydalanish oson bo'ladi. Ya'ni ular monomerlarigacha, ya'ni parchalangan holatdagina bakteriyalar, ya'ni mikroorganizmlar tomonidan o'zlashtirishi mumkin. Oziq moddalarning hujayraga kirishi va undan metabolizm moddalarning chiqarilishi asosan sitoplazmatik membrana orqali chiqariladi. Ya'ni keraksiz bo'lgan qoldiq moddalar chiqarib yuborilishi aytilyapti. Oziq moddalarning hujayraga kirishi, ya'ni passiv diffuziya, yengillashtirilgan diffuziya degani bor. Ya'ni moddalar membrana qatlamidan o'tadi. Natijada ularning konsentratsiyasi va qobiqning ikki tomonidagi bosim ortadi. Shunday qilib, muhitning konsentratsiyasi hujayradagi moddalar konsentratsiyasidan yuqori bo'lganda oziq moddalar hujayraga kirishi mumkin. Ya'ni bu bosim ko'p tomondan kam tomonga oziq moddaning harakatlanishi deyiladi. Bu passiv diffuziya. Yengillashtirilgan diffuziyada hujayraga oziq moddalar polimeraza deb nomlanadigan molekula tashuvchi yordamida faol ravishda kiritiladi. Bu moddalar ferment tabiatli bo'lib, sitoplazmatik membrananing tashqi tomonida har bir permeaza o'ziga xos oziq moddani adsorpsiyalaydi, ya'ni o'ziga birlashtirib oladi. Bu jarayon energiyadan foydalanmasdan tugaydi va yuqori konsentratsiyadan past konsentratsiyaga moddalarni ko'chiradi. Faol tashish, ya'ni aktiv transport, oziq moddalar permeaza yordamida xuddi shunday faol tashish yo'li bilan amalga oshiriladi. Shu jarayonda, ya'ni bu jarayonda energiya sarflanadi. Bu yerdagi boyagi passiv transportdan farqli ravishda konsentratsiya yoki bosim past tomondan yuqori tomonga qarab oziq moddani olib kirish deyiladi. Fermentlar bakteriyalarda fermentativ xususiyatga ega bo'ladi, ya'ni ular o'zlaridan fermentlar ajraladi. Bu fermentlar o'sha oziq moddalarni parchalash, o'zlashtirish, masalan, mana shu fermentativ xususiyatlariga qarab turib bakteriyalarning qaysi guruhga kirishi, ya'ni identifikatsiya deydi, qaysi bakteriyaligini aniqlashda juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Fermentlar ekzoferment, endoferment bo'lishi mumkin, bu bir-biridan farqlanadi. Masalan, endofermentlar hujayra ichida boriladigan moddalar almashinuvida ishtirok etadigan bo'lsa, ekzoferment hali tashqi muhitga ajralib, o'sha tashqi muhitdagi moddalarni parchalashga yordam beradi.
Fermentlar mikroorganizmni almashinuvidan tashqari agressiv fermentlar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bu o'sha yot organizm sifatida makroorganizm deymiz. Ya'ni odam yoki hayvon organizmiga kirganda patogenlik omili sifatida qatnashishi mumkin. Masalan, bular leykositlarni parchalash yoki eritrotsitlarni parchalash xususiyatiga ega bo'lib turib, odam uchun zararli bo'lishi mumkin. Tashqi muhitdagi havoni o'zlashtirishga qarab yoki qaysi muhitda o'zgarishiga qarab turib obligat aeroblar, obligat anaeroblar bo'lishi mumkin va fakultativ anaeroblarga bo'linishi mumkin. Obligat anaeroblar faqatgina kislorodi bor bo'lgan joydagina yashaydi, kislorodsiz muhitda ular yashash xususiyatiga ega emas. O'shanisi bilan farqlanadi. Undan keyin obligat aerob bo'ladi. Undan keyin obligat anaerob deyiladi. Mana shu ikkita apparatimiz bor. Bu anaerostat bilan eksikator deb aytiladi. Ya'ni anaerostatda anaerob sharoitda paydo qilishda qatnashadi. Eksikator bo'lsa oziq muhitga ekilgan bakteriyalarni, ya'ni anaerob sharoitda, kislorodsiz sharoitda bakteriyalarni o'stirishda o'sha muhit solingandan keyin ichidagi kislorod yoqib yuboriladi va oqibatda nima bo'ladi? Anaerob sharoit paydo bo'ladi. Mana anaerob fakultativ anaeroblarda bu ham kislorod bor bo'lgan yoki kislorod kam bo'lgan miqdorda ham yashash imkoniyatiga va bo'linib ko'payish xususiyatiga ega bo'lgan bakteriyalarga aytiladi. Shu bilan mavzularimiz tamom. Yana qo'shimcha ma'lumotlar amaliy darslarda berib boriladi. E, qo'shimcha ma'lumot izlamoqchi bo'lgan talabalar uchun mana shu modul platformasiga kitoblar joylashtirilgan. O'sha yerdan ma'lumotlarni ko'rib chiqsanglar bo'ladi.